Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 10-avgustda pensionerlarning pensiyasi bloklanadi. Jamg'arma 6 ta sababni aytdi degan gaplar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Kimdir endi pensiyam tushmay qoladimi? Kimdir kartam ishlamay qolsa nima qilaman? Yana kimdir onam yoki otamning pensiyasini olishdan ammo chiqmasmikan deb o'ylayapti. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntiraman. Eng muhim gap shuki, hamma pensionerlarning pensiyasi bir kunda ommaviy bloklanadi degan xulosaga shoshilmang. Lekin ayrim holatlarda pensiya to'lovi to'xtatilishi, kechiktirilishi yoki karta orqali yechish cheklanishi mumkin. Shuning uchun bugungi ma'lumot har bir pensionerga, ayniqsa hujjatlari, bank kartasi, yashash manzili yoki ishonchnomasi bilan bog'liq o'zgarish bo'lganlarga juda kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men 6 ta asosiy sababni, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlarga bu umuman tegmasligini va muammo chiqmasligi uchun hozirdan nima qilish kerakligini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantiruvchi va amaliy ma'lumotlar ko'p odamni ortiqcha yugur-yugurdan, pul kechikishidan va asab buzilishidan saqlaydi. Avvallari pensionerlar pensiyasini asosan 2 yo'l bilan olardi. Kimdir naqd shaklda, kimdir bank kartasiga. Ko'pchilik uchun jarayon oddiy edi. Oy keldi, pensiya tushdi, odam bankomatdan yoki bank kassasidan oldi. Agar pensioner uzoqroq hududda yashasa, ba'zida pochtachi yoki mas'ul xodim orqali yetkazib berish holatlari ham bo'lgan. Lekin hozir tizim ancha raqamlashtirildi. Pensiya tayinlash, to'lov qilish, shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish, bank rekvizitlari, yashash manzili, fuqaroning tirikligi haqidagi ma'lumot, boshqa tashkilotlardan keladigan elektron axborotlar bir-biri bilan solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi. Ortiqcha hujjat so'rash kamayadi. Noto'g'ri to'lovlarning oldi olinadi. Davlat mablag'i maqsadli sarflanadi. Ammo ikkinchi tomoni ham bor. Agar tizimda biror ma'lumot noto'g'ri ko'rilsa, karta muddati tugagan bo'lsa, pensioner manzilini o'zgartirib xabar bermagan bo'lsa yoki ishonchnoma eskirgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Mana shuning uchun bloklanadi degan so'zdan qo'rqib ketmaslik kerak. Bu ko'pincha pensiya butunlay bekor qilindi degani emas. Aksariyat holatda gap vaqtincha to'xtatish, aniqlashtirish, hujjatni yangilash yoki bankdagi texnik cheklovni yechish haqida ketadi. Ya'ni muammo aniqlansa va kerakli hujjat topshirilsa, to'lov qayta tiklanadi. Ko'p holatda yig'ilib qolgan o'ylar ham hisob-kitob qilinadi. Endi men 6 asosiy sababni ketma-ket tushuntiraman. Har birini hayotiy misollar bilan aytaman. Chunki oddiy gapdan ko'ra aniq vaziyatni eshitgan odam o'z holatini tezroq tushunadi. Pensionerning pasporti yoki ID kartasidagi ma'lumotlar, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi, shahri raqami, yashash manzili va bankdagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, pensioner ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, lekin bank kartasi eski familiyada qolgan bo'lishi mumkin. Yoki ID karta yangilanganda bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Yana bir holat, pasportdagi bitta harf noto'g'ri kiritilgan. Masalan, Shavkat o'rniga Shavkatjon yoki otasining ismida xato ketgan. Tizim buni alohida odam deb ko'rishi yoki to'lovni aniqlashtirishga yuborishi mumkin. Misol keltiraman. 18 yoshli pensioner onaxonning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm. U yangi ID karta oldi. Lekin bankka borib ma'lumotini yangilamadi. Pensiya jamg'armasi to'lov reyestrini yuboradi. Bank esa karta egasining ma'lumoti bilan kelgan reyestrdagi ma'lumot orasida farq ko'radi. Natijada pul tushishi kechikadi yoki karta orqali foydalanish cheklanadi. Bu yerda pensionerning pensiyasi yo'qolib ketmaydi, lekin odam bankka va pensiya jamg'armasi bo'limiga borib ma'lumotlarni moslashtirishi kerak bo'ladi. Bu eng ko'p uchraydigan sabab. Ko'pchilik pensionerlar kartaning old tomonida yozilgan amal qilish muddatiga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 0.24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oyigacha amal qiladi. Muddati tugagandan keyin pensiya hisobga tushgan bo'lsa ham, karta orqali yechish, to'lash yoki bankomatdan olishda muammo chiqishi mumkin. Ba'zan bank xavfsizlik sababli kartani bloklaydi. PIN kodi bir necha marta noto'g'ri terilgan. Shubhali operatsiya bo'lgan, karta yo'qolgan deb ariza berilgan yoki bank mijoz ma'lumotlarini yangilashni talab qilgan. Masalan, otaxonning pensiyasi 2 million so'm. Har oy 15 sana atrofida kartaga tushadi. 4 avgustdan oldin kartaning muddati tugagan, lekin otaxon buni bilmagan.
Pensiya reyestrida bor, pul ajratilgan. Ammo otaxon bankomatga borsa, karta amal qilmaydi degan yozuv chiqadi. U pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya emas, karta muammoli. Bunday holatda bankka borib yangi karta ochiladi yoki mavjud hisobga yangi karta bog'lanadi. 3-sabab. Pensioner uzoq muddat pensiyani olmagan yoki hayot ekanini tasdiqlash zarurati tug'ilgan. Ayrim vaziyatlarda pensioner pensiyani bir necha oy davomida umuman yechmaydi. Buning sabablari har xil. Odam kasal bo'lib qolgan, qarindoshinikiga ketgan, chet elga vaqtincha borgan, kartasini ishlatmay qo'ygan yoki farzandi keyin olamiz deb yig'ib qo'ygan. Tizimda uzoq vaqt harakat bo'lmasa, mas'ul organlar pensioner haqiqatan ham to'lovini o'zi olyaptimi? Ishonchnoma bormi? Shaxs tirikmi? degan savollarni tekshirishi mumkin. Bu nozik masala, lekin uni ochiq aytish kerak. Davlat o'lgan shaxs nomiga pensiya to'lanib ketishining oldini olish shart. Shu sababli ba'zan pensionerning shaxsan kelishi yoki agar yura olmasa, tegishli tartibda tasdiq hujjatlari taqdim etilishi talab qilinadi. Masalan, 92 yoshli bu yotib qolgan, pensiyasi nabirasi olib yurgan. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki jamg'arma keyingi to'lovda to'xtatib turishi mumkin. Bu buvining pensiyasi olib qo'yildi degani emas. Faqat vakolatni qayta rasmiylashtirish kerak. 4-sabab yashash manzili. Hudud yoki chet elga ketish bilan bog'liq o'zgarishlar. Pensiya ishida yashash manzili muhim. Chunki pensioner qaysi tuman yoki shaharda ro'yxatda turishi, qaysi bo'lim tomonidan yuritilishi, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar qaysi hududga bog'liq ekanligi ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tsa, lekin ro'yxatini, hujjatini, bank ma'lumotini yangilamasa, tizimda eski va yangi ma'lumotlar aralashib ketadi. Chet el masalasi ham muhim. Kimdir Rossiya farzandlari yoniga 3 oyga boradi, kimdir Qozog'istonga davolanishga ketadi, kimdir doimiy yashash uchun boshqa davlatga chiqadi. Vaqtincha ketish bilan doimiy ketishning huquqiy oqibatlari bir xil emas. Lekin ayrim holatlarda chegaradan chiqish, yashash joyining o'zgarishi yoki doimiy yashash maqomi bo'yicha ma'lumotlar kelib tushsa, pensiya to'lovi aniqlashtirilishi mumkin. Masalan, pensioner 1.800.000 so'm pensiya oladi. U Toshkent viloyatidan Farg'onaga ko'chdi, lekin ro'yxatdan o'tishni kechiktirdi. Eski manzilda uni topishmadi. Yangi joydagi bo'limda esa pensiya ishi hali ko'chmagan. Natijada bir oy to'lov kechikdi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya ishini ko'chirish bo'yicha ariza berish. 5-sabab hujjatlar. Ish staji yoki nafaqa turi bo'yicha qayta tekshiruvda muammo chiqishi. Pensiya tayinlanganda ish staji, ish haqi, imtiyozli davrlar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari. Bolalikdan nogironlik, parvarish nafaqasi kabi asoslar tekshiriladi. Ba'zan yillar o'tib elektron bazalar solishtirilganda biror davr noto'g'ri kiritilgani, dublikat hujjat bo'lgani yoki ma'lumot tasdiqlanmagani aniqlanishi mumkin. Bu ayniqsa eski mehnat daftarshalari, arxiv ma'lumotlari yoki korxona tugatilgan holatlarda ko'p uchraydi. Masalan, odamga pensiya hisoblashda 32 yil staj kiritilgan. Keyin tekshiruvda 2 yil 6 oy staj bo'yicha arxiv tasdig'i yetishmayotgani ko'rindi. Bu darhol pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin jamg'arma qo'shimcha hujjat so'rashi, hisob kitobni qayta ko'rishi yoki vaqtincha to'lovni aniqlashtirishga qo'yishi mumkin. Agar pensioner arxidan ma'lumotnoma olib kelsa, masala hal bo'ladi. Agar hujjat topilmasa, boshqa isbotlash yo'llari. Masalan, sud orqali stajni tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Bu sababni ham ko'pchilik blok deb tushunadi. Masalan, pensionerga oldin noto'g'ri hisob kitob sababli ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Yoki aliment, qarzdorlik, kredit bo'yicha sud qarori, ijro hujjati bor. Bunday vaziyatlarda pensiyaning hammasini olib qo'yish mumkin emas, lekin qonunda belgilangan tartibda ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Pensioner kartasiga odatdagidan kam pul tushganini ko'rib, pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Misol, pensioner odatda 2.900.000 so'm oladi. Bir oy kartaga 2.900.000 so'm tushdi. Sababini surishtirsa, eski kommunal qarz yoki sud qarori asosida ma'lum summa ushlangan bo'lishi mumkin. Yana bir misol, nogironlik nafaqasi bo'yicha tibbiy ko'rik muddati tugagan, lekin odam vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan. Shunda to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Qayta ko'rikdan o'tib, hujjat yangilangach, to'lov qayta tiklanadi. Endi eng muhim savol, kimlar 1-avgust atrofida yoki umuman yaqin kunlarda alohida e'tiborli bo'lishi kerak? Men buni aniq aytaman.
Agar sizning bank kartangiz muddati tugayotgan bo'lsa, xavotir olib, hozirdan bankka boring. Kartaning ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar 0.24, 0.25 yoki aynan joriy oy ko'rsatilgan bo'lsa, yangi karta masalasini kechiktirmang. Agar siz yaqinda ID karta yoki pasport almashtirgan bo'lsangiz, bankdagi va pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yangilanganini tekshiring. Ayniqsa familiya o'zgargan ayollar. Pasportini yo'qotib qayta olganlar, yashash joyi o'zgarganlar buni albatta tekshirish kerak. Agar pensionerning o'zi pensiyasini ola olmaydigan holatda bo'lsa va pulni farzandi, nabirasi yoki boshqa qarindoshi olib yurgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganiga qarang. Ishonchnoma borligi, muddat kimga berilgani va qaysi harakatlarga ruxsat berilgani aniq bo'lishi kerak. Agar siz chet elga uzoq muddat ketgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz boshqa davlatda farzandlari yonida yashayotgan bo'lsa, pensiya to'lovi tartibini oldindan aniqlashtiring. Karta bor-ku pul tushaveradi deb beparvo bo'lmang. Ayrim hollarda shaxsni tasdiqlash, vakolatli hujjat yoki doimiy yashash maqomi masalasi chiqadi. Agar siz nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olsangiz, tibbiy ko'rik muddati, nogironlik guruhi qayta tasdiqlanish sanasi. Hujjatlarning amal qilish muddati juda muhim. Qayta ko'rikdan kechiksangiz, to'lov ham kechikishi mumkin. Kimlar uncha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, karta muddati tugamagan bo'lsa, pensiyani muntazam olib turgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lmasa, demak ommaviy tarzda sizning pensiyangiz bloklanadi degan gapga ishonib vahma qilmang. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida bir kunlik beparvolik ham ba'zan bir oylik kechikishga olib keladi. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Mana shu joylar amalda eng ko'p muammo chiqaradi. Birinchi nozik jihat, karta bloklangan bo'lsa, pensiya bloklandi degani emas. Juda ko'p odam bankomat pul bermasa yoki karta ishlamasa, darhol pensiya jamg'armasini ayblaydi. Aslida pul hisobga tushgan. Faqat karta aktiv emas bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi tekshiruv bankdan boshlanadi. Hisobingiz faolmi? Karta muddati o'tmaganmi? Karta blokda emasmi? SMS xabarnoma kelganmi? Mobil ilovada balans ko'rinadimi? Ikkinchi nozik jihat, pensiya tushmagan bo'lsa, ba'zan sabab reyestr sanasi yoki bankning ichki jarayoni bo'ladi. Har oy hamma pensionerga bir daqiqada pul tushmaydi. Kimdadir ertalab tushadi. Kimdadir kechqurun, kimdadir keyingi ish kuni. Agar bayram, dam olish kuni yoki texnik ishlar bo'lsa, bir oz kechikish bo'lishi mumkin. Lekin kechikish 2-3 ish kunidan oshsa, albatta aniqlashtirish kerak. Uchinchi nozik jihat. Ishonchnoma orqali olishda mas'uliyat katta. Ba'zi farzandlar ota-onasining kartasini o'zida saqlaydi, PIN kodini biladi va pensiyani o'zi yechadi. Lekin huquqiy tomondan bu har doim ham to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lmasligi mumkin. Agar ota yoki ona rozi bo'lsam, bank yoki jamg'arma rasmiy ishonchnoma talab qilishi mumkin. Ayniqsa pensioner yotib qolgan, ko'zi ojiz, harakatlanishi qiyin bo'lgan holatlarda notarial ishonchnoma yoki belgilangan tartibdagi tasdiq hujjati zarur bo'ladi. 4-nozik jihat, vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiya qaytarilishi mumkin. Bu juda og'ir mavzu, lekin bilish shart. Agar pensioner vafot etsa, oila a'zolari tegishli organlarga xabar berishi kerak. Vafotdan keyin tushgan pensiyani baribir kartaga tushdi-ku deb ishlatib yuborish keyinchalik qarzdorlikka olib keladi. Tizim ma'lumotlarni solishtirganda ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinadi. 5-nozik jihat, qo'shimcha nafaqalar alohida shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, asosiy yoshga doir pensiya bir tartibda. Nogironlik bo'yicha to'lov boshqa tartibda, boquvchisini yo'qotganlik to'lov boshqa tartibda yuritiladi. Bir oila ichida 2 xil to'lov bo'lsa, birining hujjati joyida, ikkinchisining muddati tugagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimniki tushdi, meniki tushmadi deb xulosa qilmaslik kerak. Har bir pensiya ishi alohida tekshiriladi. 6-nozik jihat, telefon orqali kelgan qo'rqituvchi xabarlarga ishonmang. Pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun karta raqamini ayting, SMS kodini ayting. 1 avgustgacha ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz kuyadi degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning to'liq ma'lumotini, amal qilish muddatini, CVV kodini, SMS kodini begona odamga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi SMS kod so'ramaydi. Agar sizdan kod so'rashyaptimi, demak bu xavfli holat. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Hozir shu videoni ko'rib bo'lgach, pensionerning o'zi yoki farzandlari mana shu ro'yxat bo'yicha tekshirib chiqsin. Birinchi qadam,
Bank kartasining muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqinlashgan bo'lsa, pasport yoki ID karta bilan bank filialiga boring. Bankdan yangi karta ochishni, pensiya tushadigan hisob bilan bog'lashni so'rang. Agar eski karta bloklangan bo'lsa, blok sababini yozma yoki og'zaki aniq bilib oling. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni solishtiring. ID karta, pasport, pensiya guvohnomasi, bank shartnomasi yoki karta ma'lumotlarida ism, familiya bir xil yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? JSHS raqami mosmi? Shuni ko'ring. Agar xato bo'lsa, mayli keyin demang. Bankka va pensiya jamg'armasi bo'limiga borib yangilating. Uchinchi qadam, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga xabar bering. O'zingiz bilan ID karta, yashash joyi bo'yicha ro'yxat ma'lumoti, bank kartasi yoki hisob raqami ma'lumotini olib boring. Agar boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishini yangi hududga o'tkazish tartibini so'rang. Ariza yozishda pensiya to'lovlarimni yangi yashash manzilim bo'yicha davom ettirishni so'rayman mazmunida yoziladi. 4-qadam, agar pensiyani boshqa odam olib yursa, ishonchnomani tekshiring. Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Vakilning pasport ma'lumoti to'g'rimi? Bankdan pul olishga ruxsat berilganmi? Shularni ko'ring. Agar pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini yoki tegishli tartibda rasmiylashtirish yo'lini so'rang. Hamma narsani og'zaki kelishuv bilan qoldirmang. 5-qadam, nogironlik yoki tibbiy hujjatlar bo'lsa, muddatlarini tekshiring. Qayta ko'rik sanasini kalendarga yozib qo'ying. Kamida bir oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Tibbiy kartalar, shifokor xulosalari, analizlar, avvalgi ma'lumotnomalar, yo'llanmalarni jamlang. Muddat o'tib ketgandan keyin yugurgandan ko'ra oldindan hal qilgan yaxshi. 6-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga borganda aniq savol bering va iloji bo'lsa yozma izoh so'rang. Masalan, mening pensiyam nima sababdan tushmadi? To'lov vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa, qaysi hujjat yetishmayapti? Qayta tiklash uchun qanday ariza yozaman? Yig'ilib qolgan oylar qachon to'lanadi? Shunchaki pulim qani deb asabiylashsangiz, masala sekinlashadi. Aniq savol bersangiz, aniq javob olish osonroq. 7-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlab qo'ying. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta yoki hisob raqami ma'lumoti, yashash manzili hujjati, ishonchnoma nusxasi, tibbiy ma'lumotnomalar, arxiv staj hujjatlari, sud qarori bo'lsa, uning nusxasi turishi kerak. Farzandlar ham ota-onasining hujjatlari qayerda ekanini bilsin. Ko'p muammo hujjat yo'qligidan emas, hujjatni topolmaslikdan chiqadi. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir telefon qilib, pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun karta raqamingizni ayting desa, gapni darhol to'xtating. Rasmiy masalani faqat bank filiali, pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv xizmatlar yoki rasmiy aloqa kanallari orqali tekshiring. SMS kodni hech kimga bermang. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirsa ham bermang. Demak, 13 degan sana atrofida tarqalayotgan gaplarni vahima bilan emas, aql bilan qabul qilish kerak. Hammaning pensiyasi bir kunda bloklanadi degan gap to'g'ri xulosa emas. Lekin 6 sabab bo'yicha pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi yoki karta orqali olishda muammo chiqishi mumkin. Shaxsiy ma'lumot nomuvofiqligi, karta muddati tugashi, pensionerning uzoq vaqt to'lov olmasligi yoki shaxsni tasdiqlash zarurati, manzil yoki chet elga ketish bilan bog'liq o'zgarishlar, hujjat va staj bo'yicha aniqlashtirish, ortiqcha to'lov yoki ijro hujjatlari. Men sizga tavsiyamni aniq aytaman. Bugunoq karta muddatini tekshiring, hujjatlaringizni solishtiring, ishonchnoma bo'lsa muddatni ko'ring, yashash manzili o'zgargan bo'lsa jamg'armaga xabar bering. Nogironlik hujjatlari bo'lsa qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Shunda pensiya kechikishi yoki bloklanishi kabi muammolarning oldini olasiz. Agar sizda pensiya tushmay qolgan, karta bloklangan yoki jamg'arma hujjat so'ragan holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qanday muammo, qancha kundan beri davom etyapti? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onasi pensioner bo'lgan farzandlarga albatta ulashing. Kanalga obuna bo'ling, chunki pensiya, nafaqa, bank kartalari va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli ogohlantirishlarni men sodda tilda tushuntirib boraman.